Assalomu alaykum. Demak, tahlilimizni davom ettiramiz. A dan B gacha bo'lgan yo'l avval 3 kilometr yuqoriga ko'tariladi, keyin 6 kilometr pastga ketadi va 12 kilometr tekis boradi. Mototsiklchi shu yo'lni borishda 1 soat 7 minutda, qaytishda 1 soat 16 minutda o'tadi. Agar mototsiklchining tezligi tekis yo'lda 18 kilometr/soat bo'lsa, uning tepalikka ko'tarilishdagi tezligini va tepalikdan tushishdagi tezligini toping degan. Demak, aytishi bo'yicha mana bunday tepaga ketgan, keyin pastga tushgan, 3 kilometr yuqoriga ketgani mana shu bo'ladi. Endi 3 kilometr bo'ladi mana shu. 3 kilometr. Keyin pastga ketgan 6 kilometr. Keyin 12 kilometr gorizontal yurgan. Mana 12 kilometr. Hozir borishda tepaga ko'tarilish tezligi masalan V1 bo'lsin, pastga tushishdagi, mana bu yoqdan tushishdagi tezlik qanaqadir bir V2 bo'lsin-da. Tepalikka ko'tarilishdagi sarflangan vaqti masalan borishda T1 bo'lsin. Mana qaytishda esa T2 bo'lsin-da. Tushishdagisi esa T2 bo'lsin. Endi hozir mana bu gorizontal yo'lda 12 kilometr masofani qanaqadir bir T vaqt sarflabdi. 18 kilometr/soat tezlik bilan yurib, bu yerdan T ni topadigan bo'lsak, demak T barobar 18 bo'lingan 12 bu teng bo'lar ekan. Adashdim. 12 bo'lingan 18. Bu qisqarsa agar 6 ga 2 taqsim 3 minut, bu soatga chiqdi. Minutga o'tmoqchi bo'lsak agar 60 ga ko'paytiramizda buni. Demak, bu 40 minut bo'lishi kelib chiqadi. 40 minut. Demak, gorizontal yo'lga borishga ham, qaytishda ham 40 minutdan vaqt sarflagan. Shunga ko'ra, demak 1 soat 7 minut borishda bo'lsa agar, mana bunday bo'lganda, borishda sarflagan vaqti T1 plus T2 plus 40 minut teng bo'lgan 1 soat 7 minutga, ya'ni bu 67 minutga. Bu yerdan keyin qaytishda esa masalan mana bu joyga, mana bu yoqqa T3 vaqt sarfladi deylik. Qaytishda ko'tarilish tezligi mana bu ko'tarilish tezligi bilan teng deb olamizda. Ya'ni V1 bo'ladi shunda. Tushishdagisi esa bu qanaqadir V2 bilan, lekin T4 vaqt sarflagan deb o'ylaymiz. Endi T3 plus T4 qo'shib 40 minut teng 1 soat 16 minut. Ya'ni bu 76 minut bo'lishi kelib chiqadi. Bu yerdan T1 plus T2 teng 27 minutligi, T3 plus T4'imiz esa 37 minut sarflanishi kelib chiqadi. Endi biza bu narsani hisoblashimiz kerak. Endi hozir V1 kara T1 teng 3 kilometr, to'g'rimi? Ana V2 ko'paytirilgan T2 miz esa 6 kilometrga teng. Yana qaytishdagisini ko'ramiz endi. V1 ko'paytiruv T3 teng 6 kilometr, V2 ko'paytirilgan T4 teng 3 kilometr bo'ladi deymiz. Ana endi mana bu joydan V1 ni topma belgilab qo'ysak-da. Masalan, V1 barobar mana 3 taqsim T1. Mana bu joyga kirib qo'yamiz V1 o'rniga. Shunda 3 taqsim T1 ko'paytiruv T3 teng bo'lar ekan 6 ga. 3 lar qisqarib ketib, bu 2 ga aylanib qolsa, bu yerdan T3 teng bo'lar ekan 2 T1 ga. T3 teng bo'lar ekan 2 T1 ga. Endi talishni davom ettiramiz. Mana bu yoqda ham V2 ni topib, mana bu yoqqa kirib qo'yamiz.
V2 barobar 6 taqsim T2 bo'lsa, buyoqqa keltirib qo'yamiz. Xo'p, 6 taqsim T2 ko'paytiruv T4 barobar 3 ekanligi, bu yerdan 3 ga qisqartirib yuborsak, 2 bo'lsa, bu yerdan T2 barobar 2 T4 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi o'rniga qo'yish qilamiz. Mana shu va mana shu tengliklardan foydalanamiz. T3 ni o'rniga 2T1 ni keltirib qo'yaman bu joyga. Shunga ko'ra T1 qo'shuv T2 teng 27. 2T1 qo'shuv mana T4 ni o'rniga 2 ni bu yoqqa bo'lishib o'tkazsam, mana 0.5 T2 teng mana 37 ekanligi kelib chiqadi mana. Ana endi bu tenglama sistemasi yechish kerak. Masalan, tepadagini pastdagini keling 2 ga ko'paytiramiz. Shunga ko'ra 4T1 plus T2 barobar 74. Buni pastdan yozib olsam, T1 plus T2 barobar 27 bo'lishi. Agar bularni ayirib yuborsak, 3T1 barobar bo'ladi. Bularning ayirmasiga 74 dan 27 ni ayiradigan bo'lsak, 74 dan 27 ketsa, 40 necha qoladi? 44 ga 47 bo'ladimi? Bir soati xato ketdim. 1 soat 16 minut degan ekan. 1 soat 16 minut desa, demak ana bunimiz 36 minut beradi. 37 yozib yuboraman. Mana. Ana endi bu 72 bo'ladi. Bo'lsa 27. 72 dan ayiramiz 27 ni. Xo'p, 72 dan ayiramiz 27 ni. 12 bo'lsa 5 4 45. Demak bu yerdan T1 teng ekan 15 minutga. Endi T1 15 minut bo'lsa, T2 miz esa 12 minut bo'lishi kelib chiqadi. 12 minut. Endi bularni so'zlar soatga o'tib olamiz. T1 teng. Hozir 15 minut deganimiz bu 1 soatning 4 dan 1 qismi. T2 esa bu 1 soatning 5 dan 1 qismi bo'ladi. Ana shu narsalarni endi bizga tushishdagi va ko'tarilishdagi nima kerak? Tezlik kerak. Uchun so'zlar bu birinchisi tepaga ko'tarilishdagi tezlik, bu V2 esa tepadan tushishdagi tezlik. Shuning uchun shu tlarning o'rniga topilgan vaqtlarni keltirib qo'yamiz. Ya'ni V1 ko'paytiruv ana T1 ni o'rniga 1/4 teng 3 deb qo'yamiz. Ana V2 ning ko'paytirilgan T2 ning o'rniga esa 1/5 deymiz. Shunda teng 6 deb olamiz. Mana shunaqangi mana sistema qilib olamiz. Bu yerdan V1 imiz barobar 12 kilometr soatligi kelib chiqadi. Ana V2 imiz esa ana 30 kilometr soat ekanligi kelib chiqadi. Chunki tushishdagi tezligi endi yuqoriroq bo'ladi, ko'tarilishdagi tezligi esa sekinroq bo'ladi endi. Ana demak so'zlar ana shunday qilib yechilar ekan. V2 topildi. Endi bu sayni murakkab savol ekan. Xo'sh, keyingisi agar deyapti ABC to'g'ri burchakli uchburchakda mana shu 90 gradus bo'lsa, mana shu burchagimiz. Demak bu BCA 45 gradus bo'lsa, keyin AB masofa 10 bo'lsa deyapti. Demak so'zlar AB masofa 10, mana bu 90 45 bo'lsa, mana bu burchak ham, ya'ni ABC burchagimiz ham 45 gradus ekanligi. Bundan kelib chiqadiki, bu tengyonli to'g'ri burchak uchburchak ekan. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Tengyonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa, demak bu 10 bo'lsa, mana bu AC ham 10 bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerdan CD ni 6 ekanligi kelib chiqadi. Endi bo'yalgan yuzani toping debdi ekan. Bo'yalgan soha. Buni topishimiz uchun asos kari bananlik desak bo'ladi. Bananlik bizga ana bu 10 bizga bananlik sifatida kelyapti. Demak, shundan kelib chiqadiki, S
BDC teng ekan. Xo'p, 1 taqsim 2 ko'paytiruv 6 karra 10 ekanligi kelib chiqadi. Bular 2 ga qisqarsa 5, bu hisoblasak 30 bo'lishi kelib chiqadi. Demak, bu berilgan sohamizning yuzasi 30 ga teng ekan. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. Aniqmas integralni hisoblang degan ekan. Xo'p, demak, bu misolni qanday ishlaymiz? Mana bu sinus x'imizni dx ichiga kiritamiz. Shunda ko'rinish mana bunaqa bo'ladi. Integral faqat minus qo'yamiz oldiga. Xo'p, cosinus 2x d cosinus x bo'lib kiradi ichkariga. Faqat hozir minus qo'yganimiz, ana bu yerga minus yozganimizning sababi hozir kosinusdan differensiallab, ya'ni hosil olib yana chiqaradigan bo'lsak, minus sinus beradi-ku. O'sha minus ana minus plusga aylanib qaytib o'ziga kelib qolish uchun. Endi ana bu d ni ichidagi x'imiz cosinus x ga aylanib qolgan bo'lsa, endi mana bu cosinus 2x'imizni ham cosinusga keltirib olamiz. Cosinus x ga keltirib olamiz. Bundan kelib chiqadiki minus integral bu 2 cosinus kvadrat x minus 1 karra d cosinus x bo'lishi kelib chiqadi. Endi ana bu cosinus x ni agar mabodo t bilan belgilab oladigan bo'lsak, mana integral hop 2t kvadrat minus 1 karra dt ko'nishi kelib qoladi. Shunchaki belgilash kiritamiz. Buni qilish mumkin. Mana endi integral olamiz t bo'yicha. Shunga ko'ra mana minus 2t kub taqsim 3 minus t ko'nishi kelib qolar ekan. Endi minus bilan buni ochib chiqadigan bo'lsak, t minus 2t kub taqsim 3 ko'nishiga kelib qoladi. Mana shu. Keyingisiga o'tamiz. Endi t'larni o'rniga qaytib kosinusni keltirib qo'yish kerak. Shunga ko'ra cosinus x minus 2 cosinus kub x taqsim 3 ko'nishiga kelib qoladi. Plus c ni ham qo'shib qo'yamiz. Mana shunaqa. Keyingisiga kelaylik. Balandligi 8 bo'lgan nima ekan? Balandligi 8 ga teng bo'lgan asosiy radiusi esa 6 ga teng bo'lgan konus bo'lgan va uni ichiga chizish mumkin bo'lgan barcha silindrlar ichida eng katta hajmli silindrning radiusi necha deb so'rabdi. Kelgan ana shu narsa radius bo'lsin. O'shani x deb belgilab olaylik. Mana bu h bo'lsin. Mana bu nimani balandligi, silindrimizning balandligi ana shu h bo'lsin. Bu ham x bo'ladi. Endi mana bu radius bizga 6 degan bo'lsa, ham joy 6 minus x ko'rinishda, mana bu esa h ko'rinishda bo'ladi. Mana bu esa davom etadigan bo'lsak, bu esa 8 ni ko'rish uchun 8 minus h deb belgilab olamiz. Endi so'zlar ana bu yerda o'xshashlik bor-da. Masalan, ana burchak bilan mana burchak bir xil, keyin bu 90 gradusliklari bor ana joyda. Shuning uchun bitta uchburchak, bu ikkita uchburchakdan o'xshashlik topib olamizda. Shunga ko'ra x bo'lingan ana alfani qarshisidagi, alfani yonidagi nisbati 8 minus h ga nisbat teng bo'ladi deymiz. 6 minus x ning ana alfani qarshisidagi, alfani yonidagi, ya'ni h ga nisbati deb olamiz. Mana shunaqa. Proporsiya tuzib olamiz. Proporsiya qilsak, shunga ko'ra hx teng bo'ladi. Hop, 48 minus 8x minus 6h plus hx. Endi ikkita hx dan 0 bo'lib ketib qolsa, bu yerdan 6h ni minus 6h o'tkazsak 6h barobar 48 minus 8x bo'lib, bu yerdan h teng bo'lar ekan 24 minus 4x taqsim 3 ko'rinishda keladi. Mana. Endi shu silindrni hajmini topish formulasi qanaqa bo'ladi? Ana endi bu yerdan hajmni, silindr hajmini topamiz. V silindr
barobar bo'ladi. V sentri barobar bo'ladi. Xo'p, asos yuzasi qara balandlik-ku. Asosning yuzasi asosni radius biz x deb olganmiz, ha? Shunga ko'ra px kvadrat, o'zi pr kvadrat bo'lishi kerak. Bizga radiusni x deb olganimiz uchun px kvadrat deb olamiz. Ko'paytirgan balandlik-ku, balandlik h. Hni biz x orqali topdik, mana 24 minus 4x taqsim 3 ko'rinishda bo'ladi. Endi ana shu hajm maksimal qiymatga erishishi uchun x ning qiymati nechaga teng bo'lishi kerak ekanligini o'zi hosil yordamida topamiz. Endi uchun mana ko'paytiraversak buni ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mana 24 px kvadrat minus 4px kub taqsim 3. Endi mana hajmning formulasi kelib chiqdi, x ga bog'liq. Endi shuni hosilasini tenglashtiramiz 0 ga. 24 px kvadrat minus 4px kub taqsim 3 ning hosilasini tenglashtiramiz ekan 0 ga. Buni hosilasi demak teng bo'lar ekan. Mana 48 px minus 12 px kvadrat. Mahrajini yozib turamiz. Suratni olib bo'lsa bo'ldi-ku. Mana teng 0 deymiz. Bu yerdan taqsimot qilib 12 px ni chiqarsak 4 minus x teng 0 bo'lishi kelib chiqadi. Bu yerdan x ning 4 bo'lishi kelib chiqadi. Demak, so'zlar radiusimiz 4 bo'lsa, demak shu silindrimizning baland hajmi eng katta bo'ladi. Demak, javobimiz mana shu 4 sm. Keyingisi bor ekan, kasrga oid ekan. Kasrga oid ekan. Kasrga oid ekan. Mana bu yoqda endi hisoblaymiz buni. Xo'p, mana bu 40 dan 49 bo'ladi. 40 dan 49 ko'paytiruv qarshida. Mana bu 7 dan hozir 7 ga 49 ga 5 ni qo'ysak 54. Ko'paytiruv deymiz. Bu 5 taqsim teskari qilamiz-da. 15 bo'lsa 18 bo'lsin. Mana minus xo'sh. Qasimiz ichi 53 taqsim 56 minus 29 taqsim 35 ko'rinishi ekan. Ko'paytiruv deymiz. Endi mana bu belgini tagida bilmayman nima bor. Urinib ko'raylikchi. Hozir 33 dan 40 bo'ladi. Mana agar qavs yopilgan deb o'ylasak, shunda urinib ko'ramiz. Hozir mana bu 18 bilan 54 qisqarsa, bu 3 marta borlik kelib chiqadi bu yerdan. Xo'p, keyin mana bu 49 taqsim 40 bor-ku, shuni masalan ichkariga taqsimot qilib kiritsak-da quyidagicha bo'ladi. Xo'p, hozir 49 taqsim 40 ko'paytiruv bo'ladi. 15 taqsim 7. 15 taqsim 7 keyin minus. Mana 49 taqsim 40 ko'paytirilgan bo'ladi. Mana 40 taqsim 33 yana ko'paytirilgan. Mana bu qavsimiz ichi bo'ladi. Endi 53 taqsim 56 minus 29 taqsim 35. Endi buni hisoblasak, mana 7 bilan qisqarsa 7, bular agar 5 ga qisqarsa 8 3 bo'lsa, demak 8 dan 21 ko'rinishda keladi. Minus mana bu 40 lar qisqarib ketib qolsa 49 taqsim 33 ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bu 1 taqsim 33 shu yerda qolsin. 1 taqsim 33 qolsin. Ko'paytirgan ana bu 7 ham tursin. 7 ham tursin. Ana 49 7 kare 7 ku, bitta 7sini qavsning ichiga ko'paytiruvchi qilib kiritaveraman-da. Shunda nima bo'ladi? 53 taqsim
8 minus 29 taqsim 5 ko'rinishiga keladi. Mana endi bunga mahraj bersak bo'ladi yoki masalan avval buni ham aralash kasrga o'tkazsak 21 taqsim 8 minus 7 taqsim 33 ko'paytiruv deymiz. Mana bu 58 53 8 ga bo'lsak 48 bo'lsa 6,8 dan 5 minus bo'lsa 5,5 dan 4. Bu ichkariga mahraj. Buni 5 ga, buni 8 ga ko'paytirsak 21 taqsim 8 minus 33 dan 7 ko'paytiruv deymiz. Qasimizcha 1,40 dan suratlar ayriladi. 25 minus 40 minus 15. 25 ayruv 32 ko'rinishdagi. 25 ayruv 32. Endi hisoblash kerak. 21 taqsim 8 minus 7 taqsim 33 ko'paytiruv 40 dan 40 minus mana 1 butunni noto'g'ri kassaga aylantiramiz-ku. 40 ni 1 ga ko'paytirib keyin suratga qo'shishimiz kerak. Shuning uchun shuni yozib qo'ydim birdaniga. Xo'sh, bu necha bo'ladi hozir? 7 mi? Minus 7 bo'ladi. 25 dan 32 ayirsak. Endi bundan kelib chiqadigan bu 40 dan ana bu ketsa 40 dan 7 kelsa 33 ku. Demak, ana shu bilan 33 qisqarmoqchi ekanda, shu ko'rinib qoladi shunda. Endi buni hisoblasak, ana bu yerda 21 taqsim 8 da buni ham ana bu o'tsak 2,8 dan 5 minus bu 7 taqsim 40 ko'rinishga kelar ekan. Bunga ham 5 ni ko'paytirsak, shunda 2,40 dan 25 dan 7 ketsa necha bo'ladi? 18. Mana shu ko'rinishga kelib qolar ekan. Bular yana 2 ga qisqarsa bu 9, bu esa 20, ya'ni 2,20 dan 9 degan javob chiqadi. Endi kalitlari yo'q ekan tekshirib olish uchun. Xo'p, davom ettiramiz. Rombning perimetri 24 ga teng bo'lib, diagonallar deyapti. Rombning perimetri 24 bo'lib, diagonallardan biri uning tomoni bilan 75. Hozir diagonal bilamiz. Rombning diagonali tomonlar bilan, ya'ni barcha burchaklarning bisektrisalari bo'lar edi, to'g'rimi? Nazariyamiz bo'yicha shunaqa edi rom. Shunga ko'ra hozir 150 gradus burchak ekanda o'tmas burchagimiz, demak, hozir mana bitta diagonalimiz bilan 75 bo'lsa, bunisi bilan 75, ya'ni umumiy hisobda bu burchagimiz 150 gradus bo'lsa, demak, o'tkir burchak qancha ekanligi kelib chiqadi. Bu 30 gradusligi kelib chiqdi. Endi romning perimetri 24 bo'lsa, tomoni 6 dan bo'ladi-da. Ana endi qarama-qarshi tomonlar orasidagi masofani toping degan bu balandlikni bildiradi. Buni baland tushiradigan bo'lsak, xo'p, bu balandligimiz 30 gradus qarshidagi katet vazifasida keladi va shuning uchun ham buni balandligi masofa uzunligi 3 ekanligi kelib chiqadi. Javob 3 ekan. Keyingisi hisoblash laboratoriyasida 6 ta avtomat va 4 ta yarim avtomat mashina bor. Bir hisoblash ishini bajarish davomida avtomat mashinaning ishdan chiqmaslik ehtimolligi 0.95 ga teng. Yarim avtomat mashina uchun bu ehtimollik 0.8 ga teng. Amaliyot o'tayotgan talaba hisoblash ishini tavakkalliga tanlagan mashinada bajaradi. Hisoblash tugaguncha mashinaning ishdan chiqmaslik ehtimolini toping. Yaxshi. Demak, bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimollarni qo'shib qo'yamiz. Hozir jami 10 ta bor. Masalan, tasavvur qiling, birinchi tanlaganda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni aytamiz. Qarang, 10 tadan 6 tasi, ya'ni to'liq avtomat tushish ehtimolligi bor ekan va o'sha demak ko'paytiramiz 0.95 ga. Mana shu birinchi holat. Shunchalik bo'lishi mumkin yoki 10 dan 4 holat bo'lib turib, u 0.8
Mana shu holatda yechamiz. Shu hisoblab ne chiqsa o'sha javob bo'ladi. Mana shu qisqaradi. 2 ga qisqarsa bu 3, bu 5. Bular 2 ga qisqarsa bu 2 ga qisqarsa 2, bu 5 bo'lsa, mana 5 bilan 0.95 qisqarsa bu 3 karra 0.19 bo'ladi. Plus mana bilan bu qisqarsa 2 karra 0.16 bo'ladi. Mana endi hisoblasak u 0.57 plus 2 karra 0.32. Endi bularni qo'shsak 0.89 bo'lishi kelib chiqadi. Mana shu ehtimoliy bilan talaba ishini bajaradi. Xo'p, keyingisi A, B va C vektorlar uchun mana shu tenglik o'rnli bo'lsa, m ko'paytiruv n ning qiymatini toping deyapti. Endi uchun mana shu 3C vektorimiz MA plus NB vektorlarga teng ekan. Bundan sistema tuzib olamiz. X lar uchun alohida sistema tuzamiz va Y lar uchun alohida sistema tuzamiz. Shunga ko'ra mana 3 karra C ning x'i -4 teng bo'lar ekan m karra A ning x'i, ya'ni -2m plus ana n karra B ning x'i -3 yozamizki -3n. Keyingi tenglamasini tuzib olamiz. 3 karra C ning y'ga 1 ku teng bo'ladi deymiz. M karra A ning x'i, A ning y'ga 3m deymiz. B ning y karra n, B ning y'ga bo'lsa -2n. Mana shu sistemani ishlashimiz kerak. Demak, sistemamiz bo'lar ekan 2m plus 3n tenglik 12 ga 3m minus 2n barobar 3 ga. Mana shu sistemani yechishimiz kerak endi. Tamam, shu sistemani yechib ko'paytirib qo'ysa yetarli. Hop, buni 3 ga ko'paytiramiz, bunisini 2 ga ko'paytirsak 4m plus 6n teng 24 ga 9m minus 6n teng 9 ga. Agar bularni qo'shsak 13m teng bo'lar ekan 33 ga. 33. Hop, bu yerdan m barobar 33 taqsim 13 bo'lishi kelib chiqadi. M topildi. Xuddi shunday usuldan bu yerga keltirib qo'yib, n ni topib olib ko'paytiriladi. Tamam. Javoblar ham shunga o'xshagan javoblar turibdi. Keyingisi bir ishchi buyurtmani 6 soatda, boshqasi esa 10 soatda bajaradi. Ular birgalikda 3 soatda ishlagandan keyin ishning qanday qismi bajarilmay qoladi? Demak, A barobar birinchi ishlash tezligi V1 deb olamiz, ko'paytiruv 6. Bu vaqt. Keyingisi A barobar V2 ko'paytiruv 10 deb olamiz. Bu ish unumdorliklarida ishlash tezliklari degani shu. Bu yerdan V1 ni topsak A taqsim 6 ekanligi, bundan V2 ni topsak A taqsim 10 ekanligi kelib chiqadi. Endi 3 soatda bajarilgan ish topishimiz uchun V1 plus V2 ni ko'paytiramiz. Yana 3 ga. Ana shu 3 soatda bajarilgan ish normasini keltirib beradi. Endi hisoblasak A taqsim 6 qo'shuv A taqsim 10 ko'paytiruv 3 hisoblasak mahraj berishimiz kerak. Bular uchun 30 bo'lsa, buni 3 ga, buni esa 5 ga ko'paytiramiz. Shunda 8A taqsim 30 ko'paytiruv 3. Bular 3 ga qisqarsa 10, ya'ni bu 0.8A, ya'ni ish normasining 80% bajarilyapti. Qanday qismi bajarilmay qoladi desa agar 0.2A si, ya'ni shunchasi bajarilmay qoladi. Bu agar kasr ko'rinishda berilgan bo'lsa 5 dan 1 qismi, ya'ni 5 dan 1A, ya'ni ishning berilgan ishning 5 dan 1 qismi bajarilmay qolar ekan. Shu. Keyingisi funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lgan barcha butun sonlarni toping. Yaxshi. Endi aniqlanish soha bo'lishi uchun hozir mana bu logaritm 4 asosga ko'ra 16 deganimiz 2 ga teng. Bu 2 bilan mana mahrajda 2 qisqarib ketib qoladi desak 1 bo'lib qolar ekan. Ya'ni 1 minus
logaritm 8 asosga ko'ra x kvadrat minus 4x qo'shuv 3imiz katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Endi buni logaritmni bu tarafga olib o'tsak, tengizligini kichik tarafga o'tkazsak, bo'ladiki, logaritm 8 asosga ko'ra x kvadrat minus 4x qo'shuv 3 kichik yoki teng 1 dan bo'ladi. Endi mana 1 ni o'chiramiz, buni o'rniga logaritm 8 asosga ko'ra 8 deymiz. Bu ham 1 degani. Endi bundan logaritm tashlab olishimiz mumkin, faqat birinchi shartni berib olamiz. Mana logaritm ichiga joylashganligi mana bu esimizdan chiqmasligi kerak. Ya'ni x kvadrat minus 4x qo'shuv 3 ni demak katta 0 dan degan shartni berib ketamiz. Shunga ko'ra, demak x kvadrat minus 4x qo'shuv 3 demak kichik yoki teng 8 danligi kelib chiqadi logaritmlarni tashlab olganimizdan keyin. Endi 8 ni bu yoqqa o'tkazamiz. Buni ikkita qavsga kirsak, x minus 3 kara x minus 1 katta 0 ekanligi. Buni esa bu yoqqa o'tkazsak, x kvadrat minus 4x minus 5 kichik yoki teng 0 bo'lishi kelib chiqadi. minus cheklikdan birgacha birlashadi, 3dan cheklikgacha bo'ladi. minus 5 kara plus 1 minus 1dan 5 gacha chiqadi. Demak, butun sonlar minus 1, 0, 4 hamda 5. Asos bilan deyapti. Demak, trapetsiyamiz bor ekan. Asoslari 3 va 5 ekan. Bitta yon tomonimiz ana 2 ekan. O'sha tomon asos bilan 45 gradus burchak tashkil qilar ekan. Kichik asos 3, katta asosimiz 5. Endi yuzini topishimiz uchun balandlik kerak bizga. Balandlik olamiz va buni h deb olamiz. Endi bu teng yonli to'rtburchakli uchburchak bo'lgani sababli hashimiz ilzosi 2 ekanligi kelib chiqadi. Va yarmining 2 plus 5 agar fx hamda gx funksiyalari uchun mana shu tenglik o'rni bo'lsa, shu nisbatning qiymatini toping degan ekan. Xo'sh, buni qanday yechamiz? Hozir f(at) minus 1 gx teng bo'lyapti x plus 1 degan shart berilgan-ku. Agar biz o'zanishida j'ning argumentiga x ning o'rniga 2 ni keltirib qo'ysak, f(at) minus 1, ya'ni f ning teskarisi j'ot 2 miz teng bo'lar ekan. Mana bu joyga ham 2 ni qo'yamizda 2 plus 1, ya'ni 3 ga teng bo'ladi. Endi mana bunaqangi narsa bor-da. Bu yerdan f ning teskarisiga f ning teskarisidagi x ning o'rniga j2 ni qo'ydik degani bu f ning 3 degan o'shanda 3 chiqdi deyapti-ku. Endi f ning o'ziga x ning joyiga 3 qo'yganimizda j2 chiqadi degani bu. Mana shu yozuv. Mana shu narsa degani. Mana shunday degani. Endi o'rniga keltirib qo'ysak, ya'ni f3 ning o'rniga j2 ni keltirib qo'yamiz.
Demak, J2 taqsim J2 ko'rinishda bo'ladi va buning javobi 1 chiqadi. Misol tugadi. Keyingisi aytayaptiki, oxirgi 2 raqam toping deyapti. U uchun biz ana bu 3 ni shunday qilishimiz kerakki, shunday darajaga oshiraylikki, oxiri 1 ga kelishi kerak. Oxirgi raqam 1 ga kelishi kerak. Biz bilamizki, 3 ning 4-darajasi bu 81 bo'ladi. Oxiri 1 ga kelib qoladi. Va bu bir o'zgarmas bo'lib qoladi. Shunda oxirigacha saqlanib qoladi. Shunga ko'ra ana 3 ning 100-darajasi deganimizni yozamizki, 3 ning 4-darajasining 25-darajasi deymiz. Endi 3 ning 4-darajasi bu 81 bo'ladi. 81 ning 25-darajasi bo'ladi. Bundan kelib chiqadi so'zlar, oxirgi raqam 1 bo'ladi. Undan oldingi raqam topish uchun mana bu darajaning oxirgi raqamiga ana bu 8 dan oldingi raqam bor-ku, shuni ko'paytirib oxirgi raqamni yozib qo'yadi. Ya'ni 5 kare 8 40 mi? 40 da 0 yozib qo'yadi. Demak, oxirgi ikki raqamni so'zlar 01 ekan. 01 bilan tugar ekan. Misol tugadi. Nuqta oxirgi misol tugadi. Javobimiz A ekan. Yozib qo'ying. Xo'sh, davom ettiramiz. Birinchi savol, mana bu yerda o'ylanmash qolibdi. Birinchi savol aytadiki, qavariq n burchagining har bir uchidagi bittadan olingan tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradus deyapti. Bu to'g'ri. To'g'ri. Ikkinchisi esa mana bunaqa. Agar qavariq to'rtburchak qarama-qarshi tomonlari yig'indisi teng bo'lsa, u holda bu to'rtburchakka ichki aylana chizish mumkin. Bu ham to'g'ri. To'g'risi qaysi bo'lgan? Birinchisi ekan. Bu ham to'g'ri. Ichki aylana chizish sharti shunaqa edi. Romning yuzi diagonal ko'paytmasining yarmiga teng. Demak, bu ham to'g'ri ekan. Endi shu javob chiqyapti hozircha. Shu keyingisi korxonada mahsulot ishlab chiqarish birinchi yili 18% ga, ikkinchi yil esa 15% ga ortdi. Mahsulot ishlab chiqarish shu 2 yil mobaynida necha foizga ortdi deyapti. Bu uchun biz shu masalani dastlab n ta chiqarar edi. Birinchi yili 18% ga ortsa, biz uni 1.18 ga ko'paytiramiz. Ikkinchi yil 15% ga ortgan bo'lsa, demak uni ham 1.15 ga yana ko'paytiramiz. Shu 2 yil mobaynida qancha oshganligi kelib chiqadi. Demak, bu 1.357 chiqar ekan. Bu endi foizga o'tamiz buni. Bu deganiki, mana bu ortiqchasi bo'ladi. Chunki foizga o'tamiz. 0.357 ni foizga o'tsak, 0.357 ni bu 35.7% ekanligi kelib chiqadi. Demak, shu 2 yil mobaynida 35.7% ga ortgan ekan. Endi keyingi ana aytibdiki, chizmada bir-biriga va to'g'ri-to'g'richak ekan. Qanaqadir to'g'ri-to'g'richak. Bu kvadrat emas. Bu 12 bo'lsa, bu qanaqadir bir a bo'ladi endi masalan. Xo'p, endi bir xil aylana berilgan bo'lsa debdi. Uzunligi 12 ga teng. Bo'yalgan aylanalar orasidagi eng qisqa masofani toping degan. Buni so'zi juda ham oddiy yo'li, markazlar orasidagi masofani topsak, va mana bu radiuslarni ikkita radius, hozir radius 2 bo'lsa-ku, sababi 2 ligini sababi, masalan, ana shuni tutashtirib chiqsak, hozir mana shu yergacha markazlardan mana o'tkazibdi, tutashtirib chiqsak, hammasi bir xil aylana bo'lganligi sababi bu 2, mana bu 2, mana bu 2, 2, 2, 2. Ya'ni 6 ta 2 ning yig'indisi 12 chiqadi shunda. Demak, radius 2 ekanligi hammaga ma'lum. Endi mana shu masofalar, ana shu masofani topsak bo'ladi. Buni topish uchun mana bu ikkita aylanalar markazlari orasidagi masofadan shu ikkita radiusni ayirib tashlasak, shu eng qisqa masofa qoladi. Bu yerga aylanalar orasida eng qisqa masofa qoladi. Endi bu masofani topishning yo'li esa bunday qilib tutashtiramiz. Tutashtiramiz. Bu yerda so'zlar muntazam uchburchak paydo bo'ladi. E'tibor beringizlar. Barchasining tomoni 2, mana bu 4, 2 demak 8. 8, ya'ni barcha tomonlari uzunliklari 8 bo'lgan kelib chiqadi. Endi balandlik topamizda, muntazam uchburchak balandlikdan 4 ni ayirib tashlaymiz-da.
Demak, bank topish formulasi muntazam uchlikda a ilzosida 3 taqsim 2 edi. Ani o'rniga 8 keltirib qo'ysak, 8 ilzosida 3 taqsim 2. Bundan 4 ilzosida 3 bo'lish kelib chiqadi. O'shandan ham 4 ni ayramizda. 4 ilzosida 3 ayru 4. Bundan 4 ni taqsim qilsak, ilzosida 3 minus 1 qoladi. Javob ana shu. Keyingisi uzatgich tenglamani degan shu o'rliqdagi ilzari yig'indisini toping debdi. Bu ikkita qavsga ajratadigan bo'lsak, birinchisi plus x bo'ladi, ya'ni sinus kvadrat x minus kosinus kvadrat x desak birinchisini. Ikkinchisi qavsim shu bilan plus x bo'ladi. Sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 0.5 bo'lish kelib chiqadi. Hozir mana bu qavsimiz bizlarni 1 ni beradi. Uchun 1 deb ketamiz, buni yozib turmaymiz. Demak, bundan sinus kvadrat x minus kosinus kvadrat x'imizning 0.5 ekanligi kelib chiqadi. Bundan qavsni tashqariga minusni olib chiqsak, shunda kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x 0.5 bo'lish kelib chiqadi. Buni qavsni tashqariga chiqarganimizdan sababi shuki, bizga kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfamiz bu kosinus 2 alfani beradi. Shunga ko'ra bu minus kosinus 2x teng 0.5 bo'lish kelib chiqadi. Bu yerdan kosinus 2x'imiz teng minus 0.5 bo'lish kelib chiqadi. Kosinus qachon minus o'sha bo'ladi desak, bu yerdan 2x teng bo'ladi. Plus minus qarshida pi minus hop pi taqsim 3. Adashmasam shunday edi. Shu plus 2 pi n bo'lishi kelib chiqadi. Buni agar soddalashtiradigan bo'lsak, bu yerdan 2x'imiz barobar plus minus 2 pi taqsim 3 plus 2 pi n bo'lishi kelib chiqadi. 2 ga bo'lib yuborsak, hop bu yerdan x barobar bo'ladi plus minus pi taqsim 3 plus pi n bo'lishi kelib chiqar ekan. Mana. Nima degan ekan? Endi 0 dan 180 o'rliqdagi ilzarini yig'indisini toping demoqchi. Xo'p. Aynan chizib olgan bo'lsak, pi taqsim 3 plus minus pi taqsim 3 bu minus 60 gradus va 60 gradus degani va bularga pi ni qo'shgandaylari 120 va mana shu biraslar kelib chiqadi. 240, 120 va 240. Endi 0 dan pi gachalarni yig'indisini so'ragan, 0 dan 180 gachalarni yig'indisini so'ragan sababli bu 60 gradus, ya'ni pi taqsim 3 va 120, ya'ni 2 pi taqsim 3 ekanligi kelib chiqadi. Shularni yig'indisini so'ragan. Ana qo'shsak bularni ikkalasini pi chiqar ekan. Javob mana shu a ekan. Taxminan chizib qo'ydimman. Balkim shunaydir deb. Aytibdiki, to'g'ri uchburchakda deyapti, shunaqangi bo'lsa degan, AC tomon uzunlik toping degan, shuni x deb oldim, AC tomonni. Demak, bu to'g'ri uchburchak bo'lsa, bank tushirsak, gipotenuz tushgan banalik shu gipotenuzdan ajratgan kesmalar ko'paytmasini ildiziga teng bo'ladi. Ya'ni bu ildiz 8 bo'lib qoladi. Endi bu x topmoqchi bo'lsak, bularni Pifagor teoremasini qo'llaymiz bu yerdan. Endi x kvadrat barobar bo'ladi. Xo'p, ildiz 8 ning kvadrati plus 1 ning kvadratiga. Bu yerdan x kvadrat barobar bundan 8 plus 1 bo'lsa, bu x kvadrat 9 ega. Bu yerdan x ning 3 bo'lishi kelib chiqadi. Demak, javobimiz 3 ekan. Misol tugadi. Xo'p, keyingisi asosidagi ikki yoqli burchagi shunaqa bo'lgan piramidaning nechta zor qolibdi? Bitta qolibdimi? Yaxshi. Asosidagi ikki yoqli burchaklari 60 gradus bo'lgan, 60 gradus bo'lgan piramidaning degan asosi tomoni 12 bo'lgan o'tkir burchagi esa shunga teng bo'lgan romdan iborat ekan. Demak, asosi anaqangi rom bo'lgan piramida ekan. Bunaqa chizib olamiz. Bu yerdan hop nima tushirsak, mana piramida paydo bo'ldi. Asosdagi ikki yoqli burchak degani mana bu yerda apofema tushadi. Apofema degani bu yon yoqning balandligi. Mana bu yerdan piramidaning balandligi tushadi. Diagonal, asos diagonal o'rtasiga tushadi desak. Xo'p, mana buni tutashtirsak, bu ichki apofema so'zi mana bo'ladi. Apofemasi asosi romdan iborat bo'lsa,
ana bu ichki aylana bo'ladi-ku romga. Ana shu ichki aylana borib tomonga uringan joylari bor-ku, ana shu yoqqa tushadi haligi. Shuning uchun ham mana bu ichki radius, ya'ni romning ichki aylana radiusi bo'ladi. Mana bu burchak o'sha 60 gradus degan burchak ana shu bo'ladi. Bu 90 gradusga tushadi. Bu nimaning piramidaning balandligi. Aytibdiki, asosdagi ikki yoq burchak 60 gradusga teng bo'lgan piramidaning asosiy tomoni 12 ga teng ekan. Asosiy tomoni 12 bo'lsa, bu 12, bu ham 12, o'tkir burchagi esa 30 gradus ekanda. Endi biza topishimiz kerak bo'lgan narsa ichki aylananing radiusini topishimiz kerak. Ichki aylananing radiusi romda balandligining yarmiga tengda. Hozir balandligi bo'lsa, ana bu balandlik tushirsak, mana bu yoqqa romni balandlik tushirsak 30 gradus qarsak katet vazifasiga keladi va u gipotenuza 12 ning yarmi, ya'ni 6 detsimetr ekanligi kelib chiqadi balandligi. Mana bu 6 ni keltirib qo'ysak 6 taqsim 2 likdan 3 ligi kelib chiqadi. Demak, ichki radius so'zlar 3 ekan, 3. Endi bizga aytibdiki, piramidaning hajmini toping degan-ku. Piramidaning balandligini topsak bo'ldi-ku o'zi. Piramidaning balandligini topmoqchi bo'lsak, bu ana hozir ana bu uchimiz so'zlar 30 gradus qarshi katet bo'lyapti. Balandligi esa 60 gradus qarshi katet bo'lyapti. Bundan balandligining 60 gradus qarshi katet 30 gradus qarshi katetdan ildizosi 3 marta katta degan xususiy hol bo'yicha, demak 3 ildizosi 3, ya'ni 30 gradus qarshi katetdan ildizosi 3 marta katta degan nima bo'yicha, demak 3 ildizosi 3 deb olamiz yoki Pifagor teoremasini ishlasak ham chiqadi baribir. Yoki ana sinus nima yo tangensni ishlatsak ham chiqadi nisbatdan. Xo'sh, ana endi hajm topamiz. V barobar 1 taqsim 3 karra S asos karra balandlik formuladan foydalanamiz. Bu deganiki 1 taqsim 3 karra S asos yuzasini topib olamizda. Rom yuzasi nima edi? Ikkita tomon va ular orasidagi burchak orqali S barobar edi. Xo'p, A kvadrat sinus alfa edi. Bunga ko'ra 144 karra sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 bo'ladi 30 gradusda. Bu hisoblasak bu 72 chiqar ekan. 72 ni bu yoqqa keltirib qo'yamiz. 72 ko'paygan balandlik sifatida 3 ildizosi 3 qo'yamiz. 3 ildizosi 3. Mana bu 3lar qisqarib ketib qolsa, demak hajm 72 ildizosi 3 detsimetr kub ekanligi kelib chiqadi. Keyingisiga keldik. Xo'p, keyingisi aytibdiki, endi berilganlardan foydalanib topishga harakat qilamiz. AB tomon uzunligini toping debdi. AB tomon shu x ekan, belgilab qo'yibdi. Endi buni topishimiz uchun so'zlar sinuslar teoremasidan foydalanganmiz yaxshiroq menimcha. Ana bu 135 gradus bo'lishi kelib chiqadi. Tamom, sinuslar teoremasini qo'llaymiz. Demak, 3 ildizosi 2 taqsim sinus 30 gradus teng bo'ladi x taqsim sinus 135 gradusga. Endi sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 bo'lsa, yozamizki 3 ildizosi 2 taqsim 1 taqsim 2 teng bo'lar ekan x taqsim, hop, ildizosi 2 taqsim 2 yoki buni 1 taqsim ildizosi 2 sifatida ishlatsak, nima qilamiz? Proporsiya qilaversak, bu 3 barobar x taqsim 2 bo'ladi. 2 ni proporsiya qilsak x barobar 6 bo'lishi kelib chiqadi. Javob A ekan. Demak, shu